Aslida yangi mashinani siz. Aka xato qildingiz lekin. Ertaga qilib mazza qilyapman ishini. Aka ertaga bozorga borsangiz, iPhone olaman siz, ochilgan bersa yoqadimi sizga? Yo'q. Bo'ldi, mijozim buni sotib olsa, o'zi ishilib, mazza qilib, yechursin bo'lmasa. To'g'ri endi. Bir mazza qildik-dedim-da, aka. Mayli. Jiga, Port Aftida nima mashinalar bor va ularning narxi nechi pul? Bugun bilib olamiz. Zikr 001 nechi pul? 52 ming. Rom aka, Li 7 nechi pul? 60 ming, 26 restyling, lekin bu skidga olgan mashina. Sion 1 restyling ekan. Nechi pul bu? 31500. Gakayon A60. Sevdim shu mashinani, aka. Nechi pul? 24500. $1000 tushirib yordinglar narxini. Shunaqa. 25,5 ming deb. Ha. Aka, mazza qilib shunaqa qishilgan. Yana shu iPhone. Bitta shili. Ay. Oq rangi ekan-da. Narxi bir xilmi? Bir xil. 52 ming. 52 ming. Men nomidan kelganligi skidga bormi? Bor, qilib beramiz. Bor. Mana shu narda greyni rosa yaxshi ko'rdim. Haqiqatan zo'r rang ekan. Rosa ko'pchilik so'rayapti. C10 nima ranglari bor yana boshqa? Buni qorasi bor, oqi bor, narda grey. Necha pul qilib beramiz? 27500. Okay, BYD chempion 605 ligi. Rosa ko'p sotdim bunda. Atigi bir dona qoldi. Necha pulga berib beramiz? 30500. Yo'q, endi nima deyapsiz? Tushuning yana. 30300. Yo'q, 30200. Shundan kelib olib keturishadi. Bosib oringlar. Aito M7 necha pul? 35 ming. Rom aka. Okay, narxidan yana tushmasak bo'lmaydi, lekin meni qoniqtirmadi to'g'risi. Necha pul tushib beramiz yana? Sunnatiga $100 tushib beramiz. $100 kam. Boshqa tushib berasizmi yana? Yo'q. Boshqa tushmaysizmi? Yo'q. Bo'ldi, bunda bundoq qilamiz. Men $100 meni nomimdan bo'ladi, $100 siz o'tib berasiz, umumiy hisobda $200 bo'ladi. Shu videoni kelib bundoq qilib qo'yib berasizlar. Faqat sharti Port Avto kanaliga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Videoga bitta like bosib qo'yamiz. Bemalol skidkada mashinani xarid qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Mashina olsang Port Avtodan ol, bo'lmasa Vapshondan.